Mana sinfimizda mehmon kutish odobi, tartib, intizomi bo'yicha qizlarimiz tayyorlanib kelgan. Bularni o'zlarini onajonlari, oila a'zolari haqidagi ma'lumotlarini ko'rib, bilib olamiz. Marhamat, boshladik qizlar. Qo'shningiz yaxshimi? Uydagilaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Uydagilaringiz yaxshimi? Opa-singillarimiz, bolachaqangiz yaxshimi? O'zingizchi? Rahmat. Yasmina qizim, sen kimni rolini bajarib beryapsan? Onamni. Rustam va qizim kimni rolini bajarib beryapti? Onamni. Barakalla ona qizim. Xo'sh, endi uyingizga tasavvur qiling, mehmon kelyapti. Voy, eshikda qilib. Kim? Voy, assalomu alaykum. Xush. Xush kim? Sharoz qizim, kimni rolini bajaryapsiz? Men dishini yenganman. Sabina qizim, Onamni. Eliyeva Mubina qizim. Sabinani qizini. Kimni? Sabinani qizini. Sabinani qizining roli. Xo'p, boshladik, davom ettiramiz. Yoshi ulug' nonni nima qiladi qizlarim? Piyolan beringlar, yavrum, piyola choy iching desin. Dastyor qizim, o'zi onajonlarga ish qolmabdi-yu, bularning dasturxonni qarang. Mehmon kutishga bemalol tayyor qizlar.